Bizlar dehqonlarimiz Jizzax viloyati sut uchib bilan kirib ketadi. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlarimiz, fermerlarimiz. Mana bugun 2026-yil 11-avgust kuni Jizzax viloyati Sharaf Rashidov tumani Ravot qishlog'idan bizlar bilan Sobit akamiz dehqonlarimiz kelishibdi. Bu Sobit akamizga erta bahor buni videolari ham bor, xalq qo'yamiz uni ham. Sobit akam kelib Barondan 9 gektarga olib ketdi. Mana hozir dehqonimiz o'zidan bir natijalarni so'raymiz. Keyin qolgan gaplarni yana aytishga harakat qilamiz. Sobit aka, do'konimizga xush kelibsiz. Salom aka. Aka, bu yil 9 gektarga erta bahor birinchi ekishingiz edi. Ikkilanib oluvdingiz aka. Mana bizlarda ko'plab dehqonlar kuzatib turibdi. Aka, o'zingizdagi haqiqat gaplarni mana bizlar kuzatib turgan dehqonlarimizga ayting aka. Qanaqa bo'ldi holatlar? Hosildan baraka topdingizmi? O'shani hammasini aytsangiz bo'ladi. Holatlar zo'r bo'ldi aka. Xudoga shukr, Xudo berdi. Tavsiya qilgan urug'ingiz yorug' bo'ldi yuzimiz, hammaniga. Yuzimiz yorug' bo'ldi. Baron bomba bo'ldi aka. Haqiqiy baron yorib chiqdi baron. Ravot qishlog'ida eng trenddagi yirik zo'r tarzlardan biri bo'ldi. Mana hozir 50 gektarga mana fermerimiz birgalikda kelib 50 gektarga bariga baron olib ketyapmiz aka. Xudo xolasa. Shunda Aka, ismingiz kim edi? ismim Begzod. Begzod akamiz Ravot qishlog'ida eng bir ko'zga ko'rinadigan katta bir yeri bor fermerlarimizdan biri ekan. Bir Sobit akam dalasida o'zi ham ozgina joyga ekib, sinab ko'nglidan chiqibdiki, o'sha urug' yana kelib mana 56 gektarga biz Genetic Seeds firmasini Baron tarzida qilib berdik. Buni xudo xolasa 2027-yildan pishgan holatlarini biz kuzatib turgan dehqonlarimizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu hurmatli dehqonlar 2027-yilga olinayotgan urug'lar 26-sini Sobit akam ekib, xudo xolasa tarzlarini sotib mana keyingi yilga zakotovka qilib qo'yyapti. Sobit aka, dehqonchiligingizga bu yil ham aka bundan ham Alloh baraka bersin. Ishlashligimiz mana bahorda 2 kishi bo'ldik, mana 4-5 kishi bo'ldik. 27larda aka yuzimiz yorug' bo'lib, 10-15 minglab dehqonlar bilan ishlab, mana shunaqa aka ko'p qolar ekan. Bizning maqsadimiz nima? Maqsadimiz bizning sababchimiz xolos beruvchi Alloh. Bu yil berdik, yuzimiz yorug' qildik, keyingi yillar ham sizda dehqonlarga hammasiga yuzimiz yorug' bo'lishlikda Alloh nasib qilsin. Baron zo'r. Baron zo'rmi aka? Zo'rmi chiqdimi? Alloh barakasini bersin. Yaxshi kunlarda 27da ham safimizdan Xudoyim bunaqa qilmay, kam qilmasdan ko'rishlik hammamizga nasib qilsin. Kutib qolamiz. Hammaga tavsiya qilamiz. Baron zo'r, tanlashlar adashmang, chempion haqiqatan zo'r.